Birinchi maydan e'tiboran elektr energiyasi narxlari oshmoqda. Ammo ehtiyojmand aholi qatlamiga gaz va elektr energiyasi uchun kompensatsiya beriladi. Bu bo'yicha prezident muhim qarorni imzoladi. Unga ko'ra, 3 ta toifa, ya'ni ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan oilalarga, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga va ikkala reyestrga ham kirmagan, ammo mol-mulki va oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan kam bo'lgan oilalarga gaz va elektr energiyasi uchun kompensatsiya to'lanadi. O'rinli savol, qancha kompensatsiya beriladi? Demak, elektr energiyasi uchun butun yil davomida bazaviy me'yor, ya'ni 200 kWh-dan ortiqcha iste'mol qilingan 150 kWh-gacha qismi uchun, gaz bo'yicha esa nisbatan sovuq kunlar, ya'ni noyabr oyidan fevral oyiga qadar bazaviy me'yor, ya'ni 500 kub metrdan ortiqcha iste'mol qilingan 250 kub metrgacha qismi uchun nisbatan iliq kunlar, ya'ni mart oyidan to oktyabr oyigacha bo'lgan davrda esa bazaviy me'yordan ortiqcha foydalanilgan 150 kub metrgacha gaz uchun kompensatsiya to'lanadi. Yanada soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Bir oila bir oy davomida 350 kWh elektr energiyasini iste'mol qildi. Uning 200 kWh uchun 600 so'mdan to'laydi. Qolgan 150 kWh uchun esa 800 so'mdan to'lash kerak edi. Ammo davlat ushbu oilaning ehtiyojmand ekanligidan kelib chiqib, ortiqcha iste'mol qilingan 150 kWh elektr energiyasining har 1 kW uchun 200 so'mdan kompensatsiya to'laydi. Shunda ushbu oila bir oy davomida foydalanilgan 350 kWh elektr energiyasi uchun 600 so'mdan to'laydi. Ilgari bunday kompensatsiya faqatgina noyabr-fevral oylarida berilgan bo'lsa, ushbu qaror bilan 2025-yilning 1-maydan 2027-yilning 1-apreliga qadar yil davomida va har oyda to'lab boriladi. Ushbu yangilik aholining kam ta'minlangan qismini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir.